Bu darsimizda выставка menyular qatori bilan tanishib chiqamiz. Выставка menyular qatorida bizga eng kerak bo'ladigan uskunalarimiz mavjud. Biza yangi list ochib olamiz. Yangi list ochganimizdan keyin сводная tablitsa ustida alohida ko'rib chiqamiz. Mana shu rekam listlarni сводная ustida alohida ishlab chiqamiz. Chunki bizga bu alohida kerak. Bular tablitsa yaratish uchun kerak bo'ladigan uskunalar hisoblanadi. Illyustratsiyani ichida esa rasmlar ustida amallar bajarsak bo'ladi. Turli xil figuralar qo'ysak bo'ladi. Smart art qo'ysak bo'ladi. Ekranlarni zapchilsak bo'ladi. Magazin esa o'zini rasmiy magazinning ma'lumotlarini qo'ysak bo'ladi. Bu esa diagrammalar, jadvallarga diagramma qo'yish. Diagramma qo'yganimizdan keyin bu bizda hozir jadvalimizda yo'q, shuning uchun qo'ya olmayapmiz. Bunga albatta diagramma qo'yish uchun jadval kerak bo'ladi. Bular esa har xil diagrammalar. Bularda esa amaliy ko'rib o'tib ketamiz. Gipersilka, masalan, matnga tekst ustida har xil amallar bajarish, simbollar ustida yoki bo'lmasa formulalar ustida amallar bajarish, ularda alohida darsimizda ko'rib o'tib ketamiz. Hozir sizga faqatgina shu mana shu ma'lumotlar, ya'ni выставка bo'limida bor degan ma'noda biz ma'lumot berib o'tdik.